Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman tutmaguncha bende imanning ta'mini his qilolmaydi. Allah Taala uchun bir kishini yaxshi ko'rgan odam Allah uchun yomon ko'ralaydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tettehizul kafirine evliya min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. İnsonga nurg'un ne'matlar berilgan bo'lib, cheksiz mehr shafqatning namoyandasi bo'lgan sanoqsiz ne'matlar soyasida biz hayotimizni texmi rangdor, ma'nili qila olamiz. Bu güzel inamlarning bir qismi moddiy bo'lib, biz ular orqali moddiyatimizni beyitib, atrofimizni go'zallashtirsak, yana bir qism ma'naviy inamlar orqali biz ruhiy dunyomizni nurlantirib, qalbimizni shodlantira olamiz. Hatto bu ma'naviy ozuqlarimiz hisoblanadigan ne'matlarning bir qismi orqali biz texmi ko'p ne'matlar bilan uchrashish fursatiga noil bo'lib qolmay, ruhiyatdagi bu gulistonning xush hidi bilan atrofimizga texmi ko'p xushpuroq tarqata olamiz. Bu isil ne'matlardan biri bo'lsa, insonlar orasidagi do'stlik rishchisidir. Har qanday bir narsaning aksi bo'lgandek, bu isil fazilatning dal qarshisida düşmanlik ham birga keladi. İnsanlarning butun ish-harakat va mijoz xarakterlarini eng yaxshi bilguchi, hikmat bilan ish qilguvchi zot dinimiz islomda bu ikki qarama-qarshi munosabatning chek-chegaralarini to'liq inchkilik bilan belgilagan bo'lib, diniy atalg'ularda tavallo tabarro nomi bilan tilga olinadi. Bugungi suhbatimizda bu tema ustida qisqacha to'xtalamiz. Tavallo tabarro yoki al-vala val-bara qarama-qarshi ikki kalimadan birikkan bo'lib, tavallo arabchada yaqin bo'lmoq, himoya qilmoq va do'st tutmoq degan ma'noni ifodalaydi. Tabarro bo'lsa yiroqlashmoq, o'ch ko'rmak, xalos bo'lmoq va ado judo bo'lmoq degandek ma'nolarni uqtirdi. Shariat istilohida bo'lsa Alloh va rasulini, shundaqla mo'minlarni suyish, ularga yordam berish, ularga samimiy bo'lish va ularning haqqini ado qilish, kofirlarga, munofiqlarga va zolimlarga o'ch bo'lish, ularni tashlab o'tish, ulardan yiroq turish va ularga qarshi turish degan ma'nolarga ishlatiladi. Tavallo tabarroning javhiri muhabbat, nafrat bo'lib, bu iymonning asoslaridan biri va eng mustahkam tutqusidir. Allohning do'stlarini do'st, dushmanlarini dushman tutmaguncha banda iymonning ta'mini his qilolmaydi. Allah Taala mundaq deydi: "Mo'minlar mo'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunday qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi." Ya'ni bir oyatda kimiki Allohni, payg'ambarini va mo'minlarni do'st tutadi ekan, haqiqatan Allohning jamoati albatta g'olibdir. Bu oyatdan shuni ko'rib olamizki, Allohning do'stini do'st tutish bizni Allohning bizga beradigan g'olibiyatiga, nusratiga yaqinlashtirdi. Shundaqli bu oyatdan Allohning nusratiga erishish uchun ham Allah bizga o'zaro do'stlashish, qarindosh bo'lishni shart qilib belgilaganligini tushuna olamiz. Undaqda qanday qilganda yana bir insonni Alloh yo'lida yaxshi ko'rib, Allohning buyrug'ini bajo keltirgan, shundaqla uning mukofoti sifatida arishning soyasida soyidaydigan darajaga erishgili bo'ladi. Birinchi, Alloh uchun yaxshi ko'rishni iymonning eng mustahkam halqasi deb bilish. Chunki islom xuddi payg'ambarimiz Madinaga kelgandan keyin tunji olgan qadami shu bo'lganiga o'xshash bu halqa orqali mustahkam jamiyat barpo qiladi. Buning bilan kishilar orasida yaqinlik va do'stlik hosil bo'ladi. Bir-birini yaxshi ko'radi, yo'qlaydi, ziyorat qiladi, nasihat qilishidi, yordamlashidi, yaxshilikqa buyuradi, yomonlikdan cheklaydi. Uning bilan haqiqiy islomiy qarindoshlikning ma'nosi ro'yobga chiqadi. Ular bilan bo'lgan muomala, hamrohlik va birga yashashda iymonning lazzatini topadi. Ikkinchi, qarindishining hojatlarini ado qilish. Bu to'g'rida payg'ambar alayhisalom Tabroniy rivoyat qilgan bir hadisda mundaq degan: "Mening bir qarindishim bilan uning hojatini ado qilish uchun bir yerga mengishim men uchun mushu masjidda bir oy itikof qilgandan yaxshiroqdir. Kimiki qarindishining hojatini ado qilish uchun birga mangadi ekan, Alloh taolo qadamlar teyilib ketadigan kunda uning qadamini mustahkam qiladi." Bugunkidek munosabatlar moddiy manfaat ustiga qurilayotgan. Do'stlik rishtalari birovning imkonlari, boyligi, yuz obro'yiga qarata bog'lanayotgan. Islomiy qarindoshlikdan so'z echish ba'zida rivoyat yoki hikoyatlardek bilinadigan bo'lib qilayotgan bu zamonda aslida biz musulmonlar uchun eng cho'ng qimmat boylik qarindoshlik bog'larimiz edi. Chunki u bog' bizni xorliqdan qutuldiradigan, Allohning nusratiga erishtiradigan, shundaqla dushmanlarimiz oldida kuchlik turg'iza oladigan bog' edi. Bo'libmi biz Uyg'ur muhojirlari uchun bizning qaytadan bosh ko'tarishimiz, izzatimizni qaytarib olishimiz eng oddiysi bu muhojirat hayotidagi qiyin kunlarimizda o'zimizni yaxshilab olishimiz uchun o'zaro bir-birimizni suyish, qo'llash,
hojatlarini ado qilish, qiyinchilikqa uchragan qarindoshlarimiz uchun bor kuchimiz bilan ularga hamdamda bo'lish bizni oxiratda Allohning huzurida, shundaqla mushu dunyodagi o'rnimizning tezroq yuksalishida to'liq muhim rol o'ynaydi. 3-qarindoshlar orasidagi muomalalarda samimiyatni barpo qilish. Ubad ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, payg'ambar alayhissalom hadis qudusida mundoq deydi: "Mening muhabbatim men uchun bir-birini yaxshi ko'rgan, bir-birini ziyorat qilishgan, mening yo'limda bir narsa chiqim qilishgan va samimiylik bilan bir-biri bilan uchrashganlarga haqliq bo'ldi." Ya'ni insonning bu oliy o'rin va yuqori martabalarga o'z qarindoshiga bo'lgan samimiy muhabbati, Allohga bo'lgan ixlosi, yaxshilik va taqvodorlik yo'llarida hamkorlashishi, yaxshilikqa tavsiya qilishi, taat ibodatlarda birlikda bo'lishi, so'z harakatlardagi nachar ishlarni yo'q qilishi, o'ziga yaxshi ko'rganni qarindoshiga yaxshi ko'radigan, o'ziga yoqtirmaganni qarindoshiga yoqtirmaydigan bo'lishi, qarindoshining xusholligi va qayg'usiga o'rtoq bo'lishi, Allohga qiladigan toatlarga va dunyo oxiratlik muhim ishlarga yordam berishi, yo'q vaqtida uni muhofazat qilishi, uningga yoki uning oilasidagi biror kishiga qiladigan yordamga bo'lsa-mu sal qaramasligi, qarindishini go'zal madiyalar bilan zikr qilishi, aybini yepishi, g'aybatini qilmasligi, bo'hton qilmasligi, uningga qon qarindishidek, hatto uningdan yaxshiroq muomala qilish qatorliq ishlar bilan Allohning maqtishiga sazovor qarindoshlik martabasiga yeta oladi. Alloh taolo uchun bir kishini yaxshi ko'rgan odam Allah uchun yomon ko'ra oladi. Ya'ni bir kishini uning Allohga itoatmanligi uchun yaxshi ko'rsa, u kishini Allohga osiylik qilib qolgan amon Alloh uchun yomon ko'ra oladi. Chunki kishi bir sababdan boshqalarni yaxshi ko'rsa, dal shu sababning aksi uchunmi ularni yomon ko'ra oladi. Bir kishida yaxshi va yomon xislatlar tang tepilib qolsa, kishi uni yaxshi xislatlari uchun yaxshi ko'radi, yomon xislatlari uchun yomon ko'radi. Shunga musulmonni uning dini uchun yaxshi ko'rish, gunohlari uchun yomon ko'rish kerak. Shuningga binoan, agar biz yaxshi ko'radigan kishi yaxshiliklari ham yomonliklari bo'lgan biri bo'lsa, uning bilanki muomalada ehtiyot bilan muomala qilishimiz kerak. Tuymay xatolik o'tkazib qo'yib, xatoligiga pushaymon qilgan musulmonning qusurini ko'rmasga selish va uni yepish kerak bo'lsa, agar u gunohida azvaylasa, uningdan yuz o'rish, yiroqlashish va qilgan gunohining og'ir yengilligiga qarab, uningga keskin pozitsiya bilan beoromlikni ochiq oshkora ifodalash kerak. Allohga osi bo'lg'uchi kishilar bilan yaqin muomalada bo'lish, ularni do'st ko'rishdan har vaqt ehtiyot qilish kerak. Allohning buyrug'iga qarshilik ko'rsatuvchilar mundaq 3 turlik bo'ladi. Birinchi, Allohni inkor qiladigan kofirlar va uningga shirk keltiradigan mushriklar. Ikkinchi, bid'atchilar, ya'ni din nomidan har xil ma'siyatlarni uydurg'uchi, uningga boshqalarni targ'ib qilg'uchilar. Uchinchisi, aqidasi bilan emas, bir qism ish harakatlari bilan Allohga osiylik qilg'uchilar. Masalan, haroq ichish, g'ayvat qilish, boshqalarning haqqini yo'lish qatorliq gunohlarni sodir qiladigan kishilar. Bular ichidagi birinchi turdagi kofirlarni mundaq ikki turga ayirib muomala qila olamiz. Musulmonlarga urush ochgan, ularni yurtlaridan qo'g'lagan, zulm qilgan kofirlar. Xuddi bugun bizdan vatanimizni tortib olib, xalqimizga zulm qilayotgan Xitoy tajovuzchilari va Falastin xalqining zaminini besib olish uchun qirg'inchilik olib berayotgan qonxo'r Isroilga o'xshashlar. Bularga qarta muomalalarda keskin ifoda bilan ularni dushman bilib, qalbimiz, ish-harakatlarimiz bilan ularga bo'lgan o'chmanligimizni ifodalashimiz kerakki, qandoq yo'llar bilan bo'lsin, ularga yordamlashish, ularni qo'llash, shirkatlarda ishlash, mollarini sotib olib, ularning iqtisodining gullanishiga hissa qo'shish, qandoqdir bir qism kishilar aytgandek, mazlumlarning bir qism xatoliklari sababli yoki qandoqdir bahonalar bilan zolimlarga qarta muhabbat izhor qilishni islom aslo qabul qilmaydi. Bu nuqtani ta'kidlab Alloh taolo mundaq deydi: Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni, ularning onalari, o'g'illari yoki qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganliklarini ko'rmaysan. Ana shularning dillarida Alloh iymonini mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ularmi mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki, Allohning qo'shini maqsadga erishguchilardir. Bu oyatdan shuni tushunib olamizki, Allohning, islomning, musulmonlarning dushmanlarini dushman tutish, ularga qarshi turish iymonning komilligining, Allohning insonning ruhiga kuch berganligining ifodasi. Shundaqla Allohning qo'shinidan bo'lish uchun o'zimizda hozirlashimiz kerak bo'lgan xislatdir. Qandoqdir dunyoviy manfaatlar va yoki birlariga yaxshi ko'rinish bahonalari asla bu pozitsiya orqali erishadigan mukofotning hech qaysisini bizga bera olmaydi. Bugun bir Uyg'urning Xitoyning shirkatlarida ishlay olishi, Xitoy mollarining bozorini ochib, chet ellarga olib chiqib savdosini qilib bera olishi, yana bir jahilning bo'lsa Xitoyga chiroyli ko'rinish uchun
öz qimmat qarashlaridan kechib, bu erkin dunyoda ham ularga moslashib yashay olishini ne İslamımız qabul qiladi, ne iman İslamdan yiroq bir Uyg'urning pok vijdoni qabul qiladigan bir ahvoldir. O'xshashlar bir qism kishilarning bizga o'xshash taqdirga mubtalo bo'lgan Falastin xalqidek bir musulmon xalq ko'z oldida qonliq qirg'in qilinayotsa, uningga qarata har xil qamlashmagan bahonalar bilan mazlumlarni ayblab, zolimlarning dumbuqini chelishi, ularni ochiq oshkora qo'llay olishi, iymonliq bir musulmonning aqli sağlam bir Uyg'urning pozitsiyasi emas. Chunki payg'ambar alayhisalom degandek, inson o'z do'stining dinidadir. Şuna kişi dostlaşkan kişiga qarasin. Musulmonning do'stlari uning iymonining namoyandasidir. Buningdan shuni deyalaymiz ki, agar siz zolim Xitoyga va yoki qonxo'r Isroilga qarta do'stlik, histoshlik qilish, ularga ish og'irtish pozitsiyasida bo'lsangiz, bilib qilingki, siz ham ularning dinida ekansiz. Payg'ambar alayhisalom degandek, qiyomat kuni ham ular bilan birga hashir qilinasiz. Shundaqla ularning qilmishlariga hech qarshilik bildirmasdan sukut qilish ham Allohning yordamidan mahrum qilish va xorliqning boshlang'ichi bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: "Ummatim zolimga, hey zolim, nimandaq qilasan?" deyishdan qo'rqadigan bosqichga kelganda, Alloh ularga yordam bermay tashlab o'tadi. Zolimni zolim deyolmaslik, uni zolim deb tunimaslik, tajovuzchini dushman deb e'tiqod qilmaslik ma'naviy mag'lubiyat va iymonning ojizligining ifodasidir. Shundaqla zolimlarga har turli vositalar orqali qarshilik bildirolmagan yoki ularning zulmini fosh qilishga jur'at qila olmagan kishi iymonila emas, o'zining erkinligini ham yo'qotgan kishidir. Ikkinchi turli kofirlar bo'lsa, musulmonlarga urush ochmagan, ularga biroz zini yetmagan, ammo Allohni tunimaydigan kofirlardir. Islom barliq dinsizlarni o'chkirishga, nima bo'lishidan qat'iy nazar ularga dushmanlik qilishga buyurmaydi. Islom qimmat qarashida insonlar qanday e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar erkin yashash huquqi bor. Qandaqdir yahudilarga o'xshash barliq yahudi bo'lmaganlar bizning dushmanimiz, ularni yo'qotishimiz kerak shakldagi radikal qarashdan yiroq. Dal aksi bo'lsa, agar bir dinsiz kofir islomga, musulmonlarga dushmanlik qilmasa, uning ziyon yetkazilmaydi. Agar islom hokimiyati bo'lsa, musulmonlarga jizyasini to'laydi va islom hokimiyati u zimmini xuddi musulmonlarni qo'g'dagandek qo'g'daydi. Musulmonlar undaq kofirga dushmanlik qilish o'rniga uni islomga da'vat qilishga buyurilgandir. Olimlar bu turdagi kofirlarga yaxshilik qilish, normal muomala qilish cheklanmaydi. Ularni islomga da'vat qilib, yaxshi ko'rib do'stlik izhor qilishdan saqlangan asosda muomala qilinsa, hech masala bo'lmaydi deb qaraydi. Ammo har vaqt diqqat qilish kerakki, ularning Allohga qilgan osiyligiga rozi bo'ladigan yoki ularning qilganini to'g'ri sanaydigan ahvollar yuz bermasligi, har vaqt uni inkor qilib, loyiq shaklda noroziligini ifodalab turib muomala qilish kerak. Chunki kofirlarni do'stlik qilish bak muxatarlik oqibatlarni keltirib chiqardi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ularning nurg'unlarining kofirlarni do'st tutganligini ko'rasan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon. Bu ularga Allohning g'azabini elib keldi. Ular mangu azobga qolg'uchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsaydi, ularni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Bid'atchi va yoki cho'ng gunohlarni sodir qilishdan ehtiyot qilmaslik bilan Allohga osi bo'ladiganlarga kelsak, ular bilan ham to'liq diqqat bilan muomala qilishga to'g'ri keladi. Chunki inson atrofidagi do'stlaridan bakma tez ta'sirlanadigan bo'lg'achqa, undaq fosiq kishilarning ta'siriga osonlik uchrab qolishi mumkin. Hatto ba'zida his qilmasdan ularning qilmishlarini xato deb qaramaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Shunlashqa har vaqt atrofimizdagilarga, do'stlarimiz, xizmatdoshlarimiz va yoki har xil munosabatlar bilan ko'proq birga bo'lib qolgan kishilarning ish harakatlariga va ularga qarata bizning qalbimizdagi pozitsiyamizga qarab turishimiz, agar ulardan biror ma'siyat sodir bo'lganda biz darhol to'salamdiq yo'q. Agar to'salmaganimizda hech bo'lmasa uningga noroziligimizni ifodalab, qilayotgan qilmishining jinoyat ekanligini bildiralamdiq yo'q. Yoki qalbimiz allburun uningga taslim bo'lib, to'g'ri xatosi bilan hisoblashmasdilla, u kishini ayiblar bilan, cho'ng gunohlar bilan qo'shibla yaxshi ko'rib ketdikmi? Bularga har vaqt diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. Bu deganlik har vaqt atrofimizdagilarga nachar, qo'pol muomalada bo'lish deganlik emas. Biz ularga xuddi payg'ambar alayhisalom dinsizlarni o'z axloqi bilan islomga jalb qilganiga o'xshash muomaladagi durustligimiz, o'zimizning isil xulqi bilan ham islomga da'vat qilishga buyurilganmiz. Ammo bir osiyga qarta xuddi bir taqvo musulmonga do'stlik izhor qilganga, muhabbat bog'laganga o'xshash muhabbat va do'stlik ifodalash iymonimizning ojizlashiga boshlaganligining ifodasi hisoblanadi. Shundaqla bir to'plum ichida o'z qimmat qarashlarining dushmanlariga qarta o'chmanlikning bo'lmasligi u jamiyatdagi kishilarning xarakterini buzib o'tadi. Xuddi munofiq xoinlarga la'nat o'qiy olmagan millat o'z ichidan qahramonlarni chiqara olmaganiga o'xshash, jamiyatdagi kishilarning sog'lom kishilik bilan tarbiyalanishida dushmanni dushman bilib o'ch ko'rish, xoinga la'nat o'qib o'z ichidan siqib chiqarish, do'stga sodiq, hamrohiga samimiy bo'lish eng aqalli qoidadir. Alloh uchun o'ch ko'rishning iymon taqozo qilgan talablari bo'lganiga o'xshash, Alloh yo'lidagi do'stlikning ham o'ziga
xos o'rindilishi kerak bo'lgan talablari bordir. Bu talablarni qisqacha xulosalaganimizda bir musulmonning yana bir musulmon ustidagi haqlari sifatida oldimizga chiqadi. Bulardan qarindishini haqqa tavsiya qilish, xatolik sodir bo'lganda to'sish, hojatlarini ado qilish, uning ayblarini yo'gash, yaxshi maslahat berish, u yo'q vaqtda oilasining holidan xabar olish, o'ziga yaxshi ko'rgan narsalarni uningga yaxshi ko'rish, uning yo'q yerida uningga xolisona duoda bo'lish, do'stining yuz obro'yini qo'g'dash, har vaqt samimiy bo'lishga o'xshash moddiy, shundoqla ma'naviy jihatdagi haqlar bo'lib, bu haqlar Alloh yo'lida do'stlashquchilarning o'tishi majbur bo'lgan haqlardir. Payg'ambar alayhisalom musulmonlardan bay'at olganda yuqorqi haqlarni ado qilish ham bay'at moddalari ichida bor edi. Jarir radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhisalomga bay'at qilganda sen bilan Allohga ibodat qilishingga, namozni joyida o'qishingga, zakotni ado qilishingga, musulmonlarga samimiy bo'lishingga va mushriklardan ayrilib ketishingga bay'atlashman deb bay'at qilgan deydi. Aziz qarindoshlar, do'stlik, qarindoshlik go'zal axloqning mevasi. Yotlishish, o'zaro tashlashib ketish yomon xulqning kulpitidir. Chunki go'zal axloq bir-birini yaxshi ko'rish va moslashishni taqozo qiladi. Yomon xulq o'zaro nafrat va dushmanlikni tug'diradi. Go'zal axloqning fazilati hech kimga maxfiy emasdir. Biz bugun hamma narsamizdan ayrildik. Eng qimmatli vatanimizdan, suyumlik ota-ona, urug' tuqqan do'st birodarlarimizdan. Bizga haqiqiy do'stlikning, iymonning ta'minini tutqizgan esil fazilatli kishilarimizdan ayrildik. Ko'pinchimiz hatto shu do'stlikning qadrini bilolmaganligimiz uchun hasrat chekyapmiz. Shundoq bo'lgan ekan, qalblarimizni illatadigan u do'stlikni yiroqdan emas, atrofimizdan izlaylik. Biz bu do'stlik rishtasini shunchalik esil barpo qilaylikki, tortgan jafo mushaqqatlarimizni unutildirib, bundan keyingi hayot musofimizda bizga yulanchik bo'lsa, Allohdan keladigan g'albi nusratining bishoratchisi bo'lsin. Biz bu rishtani sog'lomlashtira olganda qalblarimizning nurini g'uvolashtirayotgan o'chmanlik, o'zaro manmanchilik, suxanchilik qilmishlarini tozalab, qalbimizni mehr muhabbat bilan zinnatlaganimizda bizning mustaqillik kurashimizning porloq istiqboliga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Hech kim bizni umidsizlantira olmaydi. Biz chet elga chiqib, undoq nachar bo'lib ketdik. Mundoq shaxsiyatchi bo'lib ketdik. Yaxshi odamlar vatanda qolib ekan. Bu kishilar bilan nima bo'ladi deganga o'xshash passiv so'zlarni cho'rib tashlab, har birimiz o'zimizda, oilamizda, atrofimizda do'stlik, qarindoshlik urug'ini chachayli. Atrofimizdagilarga muhabbatli ko'zimiz bilan qarayli. Payg'ambarimizning ta'limoti bo'yicha qarindoshlarimizga yaxshi gumonda bo'layli. Buning mukofoti sifatida Alloh oramizdagi yaxshilarni texmi ko'paytib bersin. Alloh taolodan qalblarimizni birlashtirib berishini, biz bilan bu dunyoda emas, jannatda ham birga bo'la oladigan samimiy do'stlarimizni ko'paytib berishini so'raymiz.